Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Ishtaqtu li ahbabi." Rasululloh habiblarimni, qalbimga yaqin bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim dedilar. Sahobalar, "Avalasna ahbabuk?" Biz sizni habiblaringiz emasmizmi? Rasululloh aytdilar, "Antum ashabi." Sizlar mening sahobalarimsizlar, ya'ni hamsuhbatlarimsizlar. Ahbabi unasun ya'tuna fi oxiriz zaman. Mening habiblarim, qalbimga yaqin bo'lgan ummatlarim oxir zamonda keladi. Ularning orasida o'zining dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ini ushlagan kishi kabi bo'lib qoladi. Ularning ajri 70 kishining ajri kabi bo'ladi dedilar. Shunda sahobalar, "Minna aw minhum?" Ulardan 70 tami yo bizdan 70 tami? Qola bal minkum. Sizlardan 70 tami. Ya'ni sizlardan 70 deyiladi qilgan ajringlar ularni bittasini qilgan ajri bilan teng bo'lib qoladi. Sahobalar nimaga unday bo'ladi deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Li'annakum tajiduna alal khayri a'wanan va la yajidun." Chunki sizlar yaxshilik ustida yordamchini topasizlar. Ya'ni men sizlarning ichingizda turibman, yaxshi ishlarda yordamchi bo'lib, ularda esa yo'q. Ular topmaydilar, chunki Rasululloh vafot etib ketgan.